Kubik Rubik yig'ish 3-qism. Ikkita qismni oldingi ikkita qismni profilga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Bu 3-qism. Xo'p. Biz mana shu yergacha yig'gan edik. Plus, oqta plus, burchaklar va qovurg'alar. Ana endi mana shu 3-qatorni yig'amiz. 3-qatorni ham yig'ish unchalik qiyin emas. Arzimagan 2-3 formula bilan biz 3-qatorni yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Demak, endi bizda qovurg'alarni yig'ib bo'lgandan keyin, ikkinchi qatorda qovurg'alarni joylashtirib bo'lgandan keyin mana bu yerda plus hosil qilib olishimiz kerak, yuqorida, ya'ni sariqda. Endi plusda plus qilishdan oldin 3 xil holat bo'lib qolishi mumkin. Hop, nuqta va G mana bunaqa xullas soat 9 desak ham bo'laveradi. Mana bunday holat, keyin va tayoqcha. Nuqta, burchak va tayoqcha hosil bo'ladi. Keyin oxirida plus hosil bo'ladi. Hozir birinchi qadamdan boshlashi mumkin. Sizda balki ikkinchi qadamdan bo'lib qolishi mumkin, balki 3-qadamdan bo'lib qolishi mumkin, balki to'g'ri plus ham bo'lib qolishi mumkin. Endi men 0 dan boshlab ko'rsatyapman. Agar sizda mana shunaqa holat bo'lsa, qiynalmasdan o'sha plus hosil qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun formula qo'llaymiz. Avvalambor sizga qarab turgan farqi yo'q. Xohlasangiz mana bunaqasiga, xohlasangiz bunaqasiga, xohlasangiz bunaqasiga ushlaysiz. Mana shu nuqta bo'lgan holatida e'tibor bering, mana bu burchaklarga ahamiyat bermaysiz. Shuning uchun ham mana shu burchaklarni rangini olib tashlaganman, sizning e'tiboringizni chalg'itmasligi uchun. Mana bu yerlarda sariq bo'lishi mumkin. Mana bu yerlarda sariq bo'lishi mumkin burchaklarda yoki boshqa tarafda. Xullas, mana shu bir to'rtta burchakga umuman e'tibor bermaysiz. Bizning maqsadimiz asosiy plus hosil qilish. Birinchi o'rinda. Burchaklari keyingi qadamlarda navbat keladi. Xo'p, xohlagan tarafimizni ushlab oldik va o'zimizga qarab turgan, mana shu taraf o'zimizga qarab turibdi. Shuni bitta yonboshga burib olamiz va esingizda bo'lsa, burchaklarni tushirish formulasi bor edi, 4 tali formula. O'sha 4 tali formulani bir marta takrorlaymiz. 1 2 3 4. Endi mana buni joyiga qaytarib qo'yamiz. Mana bizda o'sha burchak hosil bo'ldi. Endi soatga qiyoslasak, soat 9. Plus shu burchak desak ham bo'laveradi. Avval bizda nuqta edi, endi burchak hosil bo'ladi va xuddi mana shunday holatda, e'tibor bering, mana bunday emas, mana bunday emas, mana bunday emas, aynan mana shunday holatda, ya'ni soatga qiyoslasak soat 9 bo'lishi kerak. Mana shunday turgan holatda bundan oldingi qilgan formulamiz yana bir marta takrorlaymiz. Faqat biz e'tibor beradigan narsamiz mana shu ikkita tarafi. Bu tarafda turish kerak, xullas. Yana o'sha yonboshini ko'tarib olamiz, o'zimizga qarab turganda. Mana oqni baqa ko'tarib oldik. Yana o'sha 4 tali formula. 1 2 3 4. Buni yana joyiga qaytaramiz. Qaytarib qo'ying har doim ham, chunki esingizdan chiqib qolishi mumkin. Mana endi bizda tayoqcha hosil bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, burchak nuqta edi, burchak qildik va tayoqcha bo'ldi. Va yana bir marta o'sha formulani, o'sha bizga tanish bo'lgan hozir qilgan formulamizni yana bir marta takrorlaymiz. Buni ko'taramiz. Va yana o'sha 4 tali formula. 1 2 3 4. Mana buni yana joyiga qaytaramiz. Mana bizda plus hosil bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Eslatib o'taman, birinchi nuqta edi, keyin burchak qilib oldik, keyin tayoqcha, keyin to'liq plus. Endi sizda balki nuqta bo'lib qolishi mumkin, balki burchak bo'lib qolishi mumkin bittada, balki tayoqcha bo'lib qolishi mumkin, balki bittada plus hosil bo'lishi ham mumkin. Hamma holatini ko'rsatdim. Qaysi bir holat bo'lib qolsa ham, xuddi o'sha formulani qo'llaysiz. Keyingi qadam mana bu markazlarni biz birlashtirishimiz kerak. Ya'ni mana bunaqa ro'para hosil bo'lishi kerak, birlashish kerak. Qaraymiz, qizilni birlashtiramiz. Xo'p, bizda ikkitasi to'g'ri kelgan, ikkitasi to'g'ri kelmagan. Bunda ham e'tibor berasiz, ikkitasi to'g'ri keladi kamida. Endi bunda ham ikkita holat bo'lib qoladi, yo ro'para, mana shunday holat yoki bo'lmasa mana bunday yonma-yon to'g'ri kelib qoladi. Hozir biz ro'para to'g'ri kelganda formula qo'llaymiz. Keyingi qadamda. Xullas, formulani qo'llaymiz. Bu formula ham juda qiyin emas.
Mana shu ro'para kelganda o'ziga qaratib olasiz, ya'ni bittasi o'zingizda, bittasi bu tarafda. Mana bu tarafda ikkita to'g'ri kelmagan markazlar desak ham bo'laveradi, markazlar. Hop, formula qo'llaymiz. Mana bunday. Mana formula tugadi. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu baquvvatda xullas yonma-yon bo'ldi. Mana bunday holatda bo'ldi. Endi xuddi yana o'sha formulani yana boshqatdan takrorlaymiz. O'ngni ko'taramiz. Faqat e'tibor bering. Bizda mana bu to'g'ri kelgan edi. Ro'para edi. Endi yonbosh turibdi. Mana endi mana shuni o'ng tarafga olamiz. Ya'ni mana bu tarafga qarab turishi kerak. Ya'ni to'g'ri kelganlari bu tarafda turishi kerak. Biz ro'parani hozir to'g'rilagan edik. Endi bunaqasiga holatga o'tdi. Bu qadamma-qadam bo'ladi. Shuning uchun endi bunisi tarafga olib o'tib olamiz. To'g'ri kelganlarini. Yana o'sha formula. O'ng taraf yuqori, bunisi pastga, yana bitta, bu taraf 2 marta yuqori. Pastga tushiramiz, yuqori. Mana bizda markazlar ham birlashdi. O'sha aytib o'tganimdek, birinchisida ikkita holat bo'ladi. Ro'para hosil bo'lishi mumkin, ro'para birlashishi mumkin. O'shanday holatda formula qo'llaymiz, keyin ikkita yonboshga o'tadi. O'sha yonboshga o'tganda yana bir marta shu formulani qo'llasak, to'ralasi ham birlashadi. Endi keyingi qadam burchaklari qoldi xolos. Markazlarni birlashtirdik. Mana bu burchaklarni hozir buzilmagan holatga olib kelib qo'yay. Xo'p. Endi biz burchaklarni o'z joyiga qo'yishimiz kerak. Buning uchun avvalambor e'tibor beradigan narsamiz rangiga e'tibor berishimiz kerak. Biz mana bu ranglarni o'z joyiga qo'yishimiz kerak. Ya'ni ashqovoq rang, ko'k, sariq. Sariq o'z tepada turibdi. Endi mana shuni o'z joyiga olib kelish kerak. Ya'ni mana bu yerga. Mana bu yerga o'tish kerak. Endi buning uchun yana formula qo'llaymiz. Xo'p, avvalambor ko'ramiz, qaysi birdir to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Mana bunisi to'g'ri kelgan ekan. Ya'ni burchakda hamma o'z ranglari turibdi. Faqat sariqni yuqoriga qaratib qo'ysak bo'ldi. Shunda burchak to'g'ri bo'ladi, ranglari ham bir-biriga mos keladi. Endi ko'rasiz, bitta to'g'ri kelishi mumkin yoki bo'lmasa kelmasligi mumkin, yoki bo'lmasa to'g'ralasi ham to'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Endi bitta to'g'ri kelganda, mana shu bittasi to'g'ri kelganda, mana shuni o'ng qo'limizga olamiz. O'ng tarafimizga olamiz. Mana bu burchaklar o'zi to'g'ri kelmagan. Ikkita to'g'ri kelmaydi hayotda, chunki bu shunaqangi kombinatsiyasi shunaqangi, ikkitasi to'g'ri kelmaydi. Yo bitta bo'ladi yoki to'g'ri kelmaydi yoki hammasi to'g'ri keladi. Xullas shunaqangi. Endi bittasini topamiz. Bittasi to'g'ri kelgan. Mana shunisi to'g'ri. Faqat aylantirib qo'ysak bo'ldi. Endi mana shuni joyini o'zgartirmagan holda mana bularni aylantirishimiz kerak. Uchalasini. Endi shuning uchun joyini o'zgartirmasligi uchun o'ng qo'limizga olamiz va formulani qo'llaymiz. Formulani boshlayman. Chap tarafga ko'taramiz. Yuqorini o'ng tarafga ko'taramiz. Yuqorini orqaga, chap tarafga tushiramiz. Yuqorini orqaga qaytaramiz. Buni yana orqaga qaytaramiz. Tepani orqaga qaytaramiz. Mana kubik burchaklar aylandi. Endi sizga bilinmagan bo'lishi mumkin. Burchaklar aylandi. Endi qaraymiz. Bu o'z joyida edi, chunki buni o'zgartirmadik. Mana bular almashdi, lekin rangi to'g'ri kelmadi. Demak, formulani yana bir marta takrorlayman. Xuddi shu formulani. O'ng, yuqori, chap yuqori, o'ng, yuqori orqaga, chap pastga, yuqori orqaga, o'ng pastga, yuqori bu tarafga. Mana endi ko'rishimiz mumkinki, bu o'z joyida turibdi. Burchaklar ham bunaqasiga aylandi. Bu baqa o'tdi, xullas shunaqasiga aylandi. Endi mana ranglari o'z joyida turibdi. Faqat sariqni yuqoriga qaratib qo'ysam bo'ldi, burchakda aylantirib. Ko'rishingiz mumkin, mana bular ham o'z joyida. Mana bunday qaraganimizda ko'k bor, qizil bor, sariq bor. Burchagi to'g'ri turibdi, faqat sariqni aylantiramiz. Endi buning uchun ham, sariqni aylantirish uchun ham
ishonch hosil qilib olgandan keyin, hamma burchlar to'g'riligiga ishonch hosil qilib olgandan keyin xohlagan sarig'imizni olamiz-da, kubigimizni yonboshlatamiz. Ya'ni biz shu paytgacha oq pastda turgan edi, endi buni o'ng tarafga olamiz. Endi qizil pastda bo'ladi yoki bo'lmasa yashil pastda bo'ladi, xolos farqi yo'q. Eng asosiysi oq mana bu tarafda, o'ng tarafingizda bo'lsa bo'ldi. Biz mana bu burchaklar bilan ishlaymiz. Mana bu ikkalasi bilan mana shu qatorda, ya'ni mana shu qatorda ishlaymiz. Endi formula, bu ham 4 tali formula, tanish formula, lekin ozgina boshqacharoq, lekin 4 tali formula. Endi e'tibor berib turamiz, formulani qo'llaymiz toki sariq mana bu tarafga qaramaguncha o'sha 4 tali formulani qo'llayveramiz. Demak, oqimiz bu tarafda, sariq chap tarafda. Endi mana shunday holatda formula boshlaymiz. Pastga, bu tarafga, tepaga qaytaramiz. 4 tali formula tugadi. Oq sariq baqa tushdi. Bu joyni almashdi. Bu bilan bu joyni almashadi va burchaklar aylanib boradi almashganda. Endi yana o'sha formulani qaytaraveramiz. 4 tali formula. 1 2 3 4. Sariq bu tarafga qaramadi, e'tibor berib turing. Sariq mana shu tarafga qarashi bilan formulani tugatasiz. 1 2 3 4. Takrorlayveramiz. Qaytaraveramiz. 1 2 3 4. Mana e'tibor bering, sariq bu tarafga qaradi. Ana endi kubigimizni qimirlatmagan holda, bu taraflarini aylantirmagan holatda faqat mana bu tarafini aylantiramiz. Aylanmagan burchakni mana shu yerga olib kelish uchun. Ya'ni xolasim bu tarafga aylantiraman, mana aylanmagan burchakni mana shu joyda aylantiraman. Mana shu qatorda. Endi betdan qaraganda yuqorida bo'ladi. Yana o'sha 4 tali formula. 1 2 3 4. Yana o'sha formula. 1 2 3 4. Ana endi yana mana bu taraflarga tegmagan holatda aylanmagan burchakni mana bu yerga olib kelamiz. Mana bunaqasiga. Yana o'sha 4 tali formula. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Mana sariq bu tarafga qaradi. Endi yana xuddi o'shanday mana bu yerga aylanmagan burchakni olib kelamiz. Mana bunaqasiga. Yana o'sha 4 tali formula. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bitta aylantirib qo'ysak, kubik 100% bizda yig'ildi. Xo'p, qo'ldan kelgancha tushuntirdim. Agar tushunmagan bo'lsangiz, videoni boshqatdan ko'rishingizni maslahat beraman. Agar bironta joyda adashgan bo'lsam, kommentariyada to'g'rilab qo'yishingiz mumkin yoki bo'lsa kommentariyada yozishingiz mumkin. Kommentariy ochiq bo'ladi. Har qanday fikr bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. YouTube kanalimga obuna bo'ling va Instagram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Instagram kanalim ham Kubix YouTube kanali. Menga motivatsiya bo'lish uchun shu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Kubik, Rubikka qiziqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Agarda sizda kanalni moddiy qo'llab-quvvatlash fikri bo'lsa, fikri deydimi, xullas, moddiy taraflama qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, bemalol izohlarda karta raqamini qoldiraman. O'sha yerga xohlagan summangizni tashlashingiz mumkin. Endi kimgadir g'alati tuyulishi mumkin, o'zim ham xijolat bo'lib aytyapman, lekin bu kanalda rivojlanishi uchun katta hissa bo'ladi, katta yordam bo'ladi. E'tibor uchun rahmat va keyingi siz o'rganmoqchi bo'lgan kubikni izohlarda yozib qoldirib kelsangiz, keyingi video aynan o'sha siz aytgan kubik, Rubik bo'lishi mumkin.